Oxirgi yillarda Qorayev Capital internetda va hayotda umuman to'xtayotgani yo'q. Xo'sh, aslida biz kimmiz va nimaga investorlar bizga ishonishi kerak? Ko'pchilik bizni faqat Dubayda ko'chmas mulk sotadi deb o'ylaydi. Aslida biz bugungi kungacha 10 dan ziyod davlatda 1000 dan ortiq investorlarga ko'chmas mulk sotib olishda yordam berib kelyapmiz. Qorayev Capitalni qolganlardan ajratib turadigan asosiy ikkita sababini sizlarga aytaman. Birinchisi bu bizning oilamizning familiyasi, ya'ni Qorayev oilasi. Dadamlarning bitta zo'r gaplari bor. Pulni yo'qotsang, yangitdan topsang bo'ladi. Lekin nomingni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotding deyishadi. Va asosiy biz bu yoqda familiyamiz uchun, ya'ni nomimiz uchun kurashamiz. Ikkinchisi, biz nafaqat 10 dan ziyod davlatlarda ko'chmas mulk sotamiz. U yoqqa ko'chib bormoqchi bo'lsanglar, pasport yoki iqoma qilmoqchi bo'lsanglar, bank счет ochmoqchi bo'lsanglar, farzandinglarni o'qishini u yoqqa ko'chirmoqchi bo'lsanglar, bularning hammasi biz sizlarga yordam beramiz. Sahifamizda ko'chmas mulkka oid tajribamizni bo'lishamiz. Barcha yutuqlarimizni va minuslarimizni ochiq-oydin ko'rsatamiz. O'tkazib olmaslik uchun obuna bo'ling.